Do'stlar yaxshimi? Roziyatlik bilezlik sanzdan darsligini ilib keldim. Tandis ta'mi, rangdisi rangi va ajoyib isil sanza. Qaynansa darsga marhamat. 11 kilo 600, sumay 300, xumar kopiyumi 60 gram, su 650 gram atrofida, tuz 10 gram, un, tuz, kopiyumay, sumay, su, hammasini silib xemirga yig'irib olamiz. Xemirimizni yig'irib oldik. Xemirning bo'shchanligi mana bu holatda bo's bo'ldi. Biz buni yarim soat tindirib olamiz. Xemirimiz tinib tayyor bo'ldi. Biz har bir zug'ulni 130 gram atrofida zug'ul qilib olsak bo'ladi. Xemirimizni zug'ul qilib oldik. Endi biz o'tini pishib, shu holatda yana cho'ng'aytib 10 minut yana tindiramiz. Mana shu holatda bo's bo'ldi. Tingan xemirimizdan birini ilib, biz mushta uzatib, oldin buni ishib olamiz. Put qilgan o'xshash ishib tayyorlaymiz. Ishib olgan xemirimizni mushta o'xshash qiliblarga tekshib yuvib olamiz. Inchi tomliqini o'zinglar xohlagancha qilsanglar bo'ladi. Mana mushu holatda yuvib olsanglar bo'ladi. Mana mushunda ham cho'ktirib ham pishasak bo'ladi. Mudrasaq o'z chechak berdi. Mana shunda chiroyli chechaklar oldida. Mushta moyga cho'ktirib, ilib qilsanglar chechakni yaxshi berdi. Mana bir oqur qetishib oldi. Endi biz buni asta cho'qi bilan pishirib olamiz. Mana shunda pishirib olsak bo'ladi. Mana muzlab olgan sang'izimizni ko'rib turganlaridek mushu oq erisqa surkaymiz. Mana men yerimini surib oldim. Qalsanglar to'liq sursanglar bo'ldi. Endi bu patnisdagi yong'oq bilan atirgul yaproqiga shunda ezilib, shunga bezak qilsanglar, naytim chiroyli chiqadi.